Fede Valverde Manchester City to'xtata olmagan haqiqiy motor edi. Chempionlar Ligasidagi hal qiluvchi o'yinlarda u Pep Guardiolaning butun taktik rejasini buzib tashlagan kuchga aylandi. City maydonda to'pni uzatmalar bilan nazorat qilishga harakat qilardi. Ammo Valverde o'zining beqiyos jismoniy tayyorgarligi bilan ularning rejasini parchalab tashladi. U maydonda barchadan ko'proq masofa bosib o'tdi. Bir lahzada himoyaga qaytib muhim to'plarni olib qo'yardi. Keyin esa darhol qarshi hujumni boshlardi. Uning eng yorqin daqiqasi kuchli voley zarbasi bilan to'pni to'rga joylagan payti bo'ldi. Bu gol Real Madridni musobaqadan chiqib ketish arafasidan qutqardi. Bu shunchaki gol emas edi. Bu hech qachon taslim bo'lmaydigan futbolchining cheksiz energiyasi namoyishi edi. City to'pni nazorat qildi, ammo o'yin ritmini Valverde boshqardi. U yana bir bor isbotladi. Ba'zan eng mukammal taktika ham